Homiladorlikdagi og'riqlar norma, chidasanglar o'tib ketadi degan gapni eshitganmisizlar? Bitta narsa sizlarni ham rosa o'ylantiradi. Ahamiyat berganmisizlar? Nimaga eringiz va eringiz tomondagi qarindoshlar sizga ishonishmaydi, lekin o'zingiz tomondagi qarindoshlar sizga ishonishadi? Shuncha yil homiladorlar bilan ishlab, homilador ayoldagi bezovta qilayotgan narsalar o'z-o'zidan bo'lmaydi. Ularni albatta sababi bo'ladi. Ayolni nimadir bezovta qilayotgan bo'ladi. Keyin ustiga ustak bu og'riqlarni, bu bezovtaliklarni homiladorlikda o'zi shunaqa bo'ladi. Homilador bo'lgandan keyin mana shunaqa og'riqlarni bezovta qilishi tabiiy hol. Yo'q, homiladorlik hech narsasi tabiiy hol emas. Sizlar nimadir bezovta qilyaptimi? Uni albatta sababi bor. Homiladorlik tinch o'tadigan holat. Sizlarni ko'p narsalar bezovta qilish kerak emas. Misol uchun qaranglar, belinglar og'rishi nimadan? Bel nerv qisilishidan, buyrakinglarning shishishidan. Tazinglar nimaga og'riydi? Senfizitdan, varikozdan, nimaga bola tiqiladi? Kunlik nagruzkani ko'p qilib qo'yasizlar, bola malli tazga chuqurroq kirib qoladi yoki bo'lmasam qorinning yuqorgi qismlari bezovta qiladi, o't dimlanishidan, o't tufaylilarda tosh bo'ladi. Xullas, sizlarni albatta bezovta qilayotgan narsalarning sababi bor. Agar homilador rol o'ynamayotgan bo'lsa, unga ishonish kerak, e'tiborli bo'lish kerak, yaxshi mutaxassisga ko'rsatish kerak, sababini topib beradi. Yechim bo'lsa, ayol yengil topadi. Buni homiladorni yaqinlariga jo'natib qo'yish kerak, ayniqsa er tomondagilarga.